Siz tug'ilgan oyingizga qarab kuchli yoki zaif tomoningizni bilib olishingiz mumkin. Yanvar oyida tug'ilganlar qattiqqo'l va chidamli, lekin ko'p narsani ichiga yutib yuradi. Fevral oyida tug'ilganlar yaratuvchan va original, lekin ba'zida tushunarsiz va o'ziga yopiq. Mart oyida tug'ilganlar sezgir va mehribon, lekin ishonuvchan va tez xafa bo'ladigan. Aprel oyida tug'ilganlar jasur va g'ayratli, lekin juda shoshqaloq va sabrsiz. May oyida tug'ilganlar qarorli va bardoshli, lekin ba'zida juda qaysar va injiq. Iyun oyida tug'ilganlar aqlli va gapga usta, lekin ba'zan ortiqcha hayajon va shubhalar bilan yashaydi. Iyul oyida tug'ilganlar sadoqatli va ishonchli, lekin ortiqcha his-tuyg'ularga berilib ketishi mumkin. Avgust oyida tug'ilganlar yetakchi va qat'iyatli, lekin ba'zan haddan tashqari maqtov kutadi. Sentyabr oyida tug'ilganlar tahlilchi va mukammal, lekin ortiqcha mukammallikdan charchaydi. Oktyabr oyida tug'ilganlar jozibador va diplomatik, lekin ba'zida qarorsiz bo'lishi mumkin. Noyabr oyida tug'ilganlar sirli va kuchli, lekin ichida nima borligini hech kim bilmaydi. Dekabr oyida tug'ilganlar quvnoq va saxovatli, lekin ba'zan ortiqcha tavakkal qiladi. O'zingizni topdingizmi? Izohlarda tug'ilgan oyingizni yozing va rostmi yoki yo'qmi baham ko'ring. Bizga obuna bo'lishni unutmang.